Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Isroil Livan janubiga kuchli zarba berdi. Eron sulhdan voz kechishi mumkin. AQSh urush vaziri Eron ustidan g'alaba qozonilganini aytdi. Tramp Eronning g'alabasi haqidagi da'vosidan g'azablandi. Zelenskiy AQSh va Eron o'rtasidagi sulh fonida Rossiyaga murojaat yo'lladi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. AQSh urush vaziri Eron ustidan g'alaba qozonilganini aytdi. Pete Hegseth Pentagon umumiy jangovar qudratining 10% dan ham kamrog'ini ishga solgan holda 40 kundan kamroq vaqt ichida dunyodagi eng yirik armiyalardan birini parchalab tashlaganini ma'lum qildi. Zelenskiy AQSh va Eron o'rtasidagi sulh fonida Rossiyaga murojaat yo'lladi. O't ochishni to'xtatish kelishuvlar uchun to'g'ri shart-sharoitlarni yaratish mumkinligi barchaga ayon deb yozdi u o'zining Twitter sahifasida. Tramp NATO Eronga qarshi urushga qo'shilmaganidan g'azabda. Tramp Eronning g'alabasi haqidagi da'vosidan g'azablandi. Eron Oliy milliy xavfsizlik kengashining Islom Respublikasi Amerikani mag'lub etgani haqidagi e'lon AQSh prezidenti Donald Trampni g'azablantirdi va u CNNni dezinformatsiya tarqatishda aybladi. Tramp bu haqda o'zining Truth Social sahifasida yozdi. CNN World News tomonidan e'lon qilingan bayonot soxta. Buni CNN yaxshi biladi, dedi AQSh prezidenti va Eronning rasmiy bayonoti Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan hujjat ekanligini qo'shimcha qildi. Men ushbu bayonotni Truth Socialda joylashtirdim. Rasmiylar hozirda CNN World soxta bayonotni nashr etganmi yoki yo'qligini tekshirmoqda. CNNga ushbu bayonotni darhol qaytarib olish va har doim jirkanch xabarlar uchun to'liq uzr so'rash buyurilgan. Tergov natijalari tez orada e'lon qilinadi deb ta'kidladi Tramp. Shuni ta'kidlash kerakki, Eron Oliy milliy xavfsizlik kengashi Qo'shma Shtatlar ustidan g'alaba qozonganini da'vo qilib, Oq uy qabul qilishga majbur bo'lgan shartlarni e'lon qildi. Shundan so'ng Abbos Aroqchi o'zining ijtimoiy tarmoq akkauntlarida sulhga erishish mumkin bo'lgan shartlar haqida tushuntirish e'lon qildi. Keyinchalik Tramp Aroqchining bayonotini o'zining Truth Social sahifasida qayta joylashtirdi. Ma'lumot uchun Eron tashqi ishlar vazirining bayonoti Oliy milliy xavfsizlik kengashiga havola qilingan holda tarqatilgan bo'lsa-da, ushbu hujjatlar matnlari bir-biridan farq qiladi. Eron sulhdan voz kechishi mumkin. Agar Isroil o't ochishni to'xtatish rejimini buzishda va Livanga hujum qilishda davom etsa, Eron sulhdan voz kechishi mumkin. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Tasnim xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Livandagi Eron qo'llab-quvvatlaydigan Hizbulloh harakatiga qarshi harbiy harakatlarni to'xtatish kelishuv bandlaridan biri hisoblanadi. Shu bois Islom Respublikasi undan chiqish huquqini o'zida saqlab qoladi. Isroilning Livanga uyushtirgan hujumlari bilan bir vaqtda Hormuz bo'g'ozi orqali tankerlar harakati to'xtatildi, deyiladi xabarda. Isroil Livan janubiga kuchli zarba berdi. 8-aprel kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning idorasi AQSh va Eron o'rtasidagi 2 haftalik o't ochishni to'xtatish tartibi Livanga taalluqli emasligini ma'lum qilganidan so'ng Isroil harbiy havo kuchlari Livan janubiga kuchli havo hujumlari to'lqinini amalga oshirdi. Bu haqda BBC xabar berdi. 8-aprel erta tongda Isroil harbiylari Livanning janubiy hududlari bo'lmish Tir va Nabatey shaharlariga havo hujumlarini uyushtirgan. Hujumlar oqibatida bir necha qishloqlar vayron qilingan. Vayronalar ostida o'nlab insonlar halok bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'zining Twitter ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga joylagan video murojaatida Isroil Yaqin Sharqdagi terrorga barham berish uchun quruqlik va havo hududidagi operatsiyalarni davom ettirishini, Isroilning Livanga hujum qilishdan asosiy maqsadi Hizbullohni butunlay yo'q qilish ekanligini aytgan. Ma'lumot uchun, Isroil Hizbullohga urush e'lon qilganidan buyon Livanda shaharlar butunlay vayron qilindi. 1,5 mingdan ortiq odam, xususan 130 dan ortiq yosh bola halok bo'ldi. Isroil qo'shinlarining Hizbulloh infratuzilmasini butunlay yo'q qilish uchun Isroil hududi yaqinida bufer zonasini yaratishni maqsad qilganligi uchun chegaraga yaqin hududlarda yashovchi milliondan ortiq odam, Livan aholisining 5 dan 1 qismi Sharqiy Beka vodiysi hamda Bayrutning janubiy chekkalariga ko'chirildi.
AQSh muzokaralar ilovasining 10 bandidan 3tasini buzgani uchun sulh tuzish mumkin emas, dedi Eron parlamenti spikeri Muhammad Bag'ir G'olibov. AQSh shtatlariga nisbatan chuqur tarixiy ishonchsizlik uning barcha turdagi majburiyatlari bir necha bor buzishidan kelib chiqadi. Afsuski, bu yana takrorlanmoqda. AQSh prezidenti o'zining Trust ijtimoiy tarmoq akkauntida aniq ta'kidlaganidek, Eron Islom Respublikasining 10 banddan iborat taklifi muzokaralar uchun asos va ushbu muzokaralar uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Biroq ushbu taklifning 3ta bandi hozirgacha buzilgan. Livanda sulh tuzishga oid 10 banddan iborat taklifning birinchi bandiga rioya qilmaslik Bosh vazir Shahboz Sharif hamma joyda, jumladan Livan va boshqa mintaqalarda darhol sulh tuzish darhol kuchga kirishi deb aniq aytib o'tgan va e'lon qilgan majburiyat. Fors viloyatidagi Lar shahri ustida yo'q qilingan Eron havo hududiga noqonuniy dronning bostirib kirishi, Eron havo hududini bundan keyin buzishni taqiqlovchi bandning aniq buzilishi, Eronning boyitish huquqidan mahrum qilinishi bu doiraviy kelishuvning 6-bandiga kiritilgan edi. Endi esa muzokaralar uchun samarali asos boshlanishidan oldin ham ochiq va so'zsiz buzilgan. Bunday vaziyatda ikki tomonlama sulh yoki muzokaralar amalga oshirib bo'lmaydi. Pentagon rahbari Pit Hegseth Trampga Eronga qarshi operatsiya haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda. The Washington Post nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh mudofaa vazirligi Pit Hegseth Trampga Erondagi harbiy harakatlari haqida noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etyapti. Manbalarning so'zlariga ko'ra, AQSh ma'muriyatida vazirning hisobotlari haddan tashqari optimistik ekani va bu davlat rahbari hamda aholini chalg'itishi mumkinligidan xavotirlar bildirildi. Bu to'liq Eronning g'alabasi demak. Eron tomonidan taklif qilingan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv asosi sifatida qabul qilingan 10 banddan iborat reja tafsilotlarini ommaviy axborot vositalari e'lon qilmoqda. Eron va unga ittifoqchi bo'lgan qarshilik guruhlariga qarshi har qanday tajovuz harakatlarini to'liq to'xtatish, AQSh harbiy kuchlarini mintaqadan olib chiqish, bazalardan Eronga qarshi har qanday hujumlarni taqiqlash va qo'shinlarni jangovar holatga keltirishdan voz kechish, Eronning Hormuz Strait ustidan nazoratni saqlab qolish, barcha birlamchi va ikkilamchi sanksiyalarni, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti sanksiyalarini bekor qilish, Eronga yetkazilgan zararni investitsiya va moliyaviy jamg'arma orqali qoplash, Eronning yadroviy qurol yaratmaslik majburiyati, AQSh tomonidan Eronning uran boyitish huquqini tan olish va uning darajasi bo'yicha muzokaralar o'tkazish, Eronning o'z manfaatlariga muvofiq ravishda mintaqadagi davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama tinchlik kelishuvlari bo'yicha muzokaralarga roziligi, barcha tajovuzkorlarga nisbatan barcha qarshilik guruhlariga hujum qilmaslik tamoyilini tatbiq etish. Shuningdek, Eron televideniyasi xabariga ko'ra, Tehron Hormuz orqali o'tadigan kemalardan yiliga taxminan $64 milliard daromad oladi. Eron ommaviy axborot vositalari Tramp ushbu rejani qabul qilganini ta'kidlamoqda.